Maksim Gorkiy, rus va sovet yozuvchisi va jamoat arbobi, Sobiq ittifoq yozuvchilar uyushmasi boshqaruvining birinchi raisi. Gorkiy bir qator roman va dramatik asarlar muallifi. Tubanlikda piyesasida Gorkiy shafqatsiz hayot, tubanlikka yiqitgan insonlarning azob-uqubatlarini mahorat bilan bergan. Ona romanida birinchi bo'lib adabiyotda inqilobiy kurashni xayrixohlik bilan tasvirlangan. Bolalik, odamlar orasida, mening Do'rulfununlarim qissalari avtobiografiya asarlaridir. Gorkiy Sharq xalqlari tarixi bilan qiziqib, Italiya ertaklari asarida Sharq mifologiyasidan o'z badiiy niyati asosida foydalandi va rus adabiyotida Amir Temur siymosiga ilk bor murojaat etib, uning tarixiy haqiqatdan uzoqlashgan obrazini chizdi. Gorkiy ijodiy ta'sirida boshqa milliy adabiyotlarda ham sotsialistik realizm metodiga asoslangan asarlar ko'plab yaratildi. Gorkiy asarlari 1930-yillarning boshida dastlab Cho'lpon, keyinchalik Abdulla Qahhor, Oybek, Hamid Olimjon va boshqalar tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi. Aksariyat pyesalari O'zbekiston teatrlarida sahnalashtirilgan.